Assalomu alaykum. Assalomu Sajifo, alaykum. yaxshimisiz? Alaykum assalom. Tarixni bilmayincha kelajakni bilib bo'lmaydi dedi. Baribir shu ota bobolarimiz o'tgan avliyolar, bu mo'tabar insonlar bu bularni bir tarixlarini, bularga bir ozgina olsam shu o'zlarini bizlarga bir qoldirgan meroslari bo'lsin, ilmlari bo'lsin, yaxshi hislatlari bo'lsin, shularni biz o'zimizga bir namuna qilib olsak yaxshi bo'ladi. Demak, bu Hazratimiz insonlar orasida Ostona bobo nomi bilan mashhur. O'zi bu kishilar bir yetuk bir ilmli, ham shayx, ham vali, ham Allohning eng yaqin do'sti. Aslında bu kişiler Peygamberimiz Aleyhisselam yanlarındaki en yakın sahabamız Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh hazretlerimiz avladlarından. Bu kişiler 1202 yılda Khurasan'ın Aslan'daki yerinde tevellüt taptılar. Şu Khurasan'ın Aslan'daki yerinde tevellüt tapıp bu kişiler tahminen 16-20 yaş etraflarında bu yerlere gelip konum tapıp yani dini tergibat kılış maksadında yanına gelip adli dehqonchilik, savdogarchilik xalq xizmatida bo'ladi. Aslında bu ishlar Madinada, Makkada din yo'lida xizmat qilib, shu yerda bir shayxlar, avliyolar o'rtasida, ya'ni maqomi ham, ilmi ham, avliyolik ham, karomati ham bo'lgan. Shuning uchun bu kishilar shu bir aytiladi-ku, o'zingdan bir bog' yoki bo'lsa ilm qoldirishib, insonlar ma'rifat yetiradigan narsa qoldirishib, eng katta bir ajr savobiga bo'lgan. Shuning bu ulamolarimiz ham, avliyolarimiz ham shu bir ya'ni safar qilganlar, safar qilganda ham tuyalari cho'kkanini ham qilishdi. Hazratimizni shura gelib, tuyalari shura gelib cho'kkandan keyin demak Alloh taolo mana shu ayon qilib shurada sodir qilib shurada bir makon qilish maqsadida galaridan oddiy dehqonchiliklar, savdogarchilik xalq xizmatida bo'ladi. Aslında bu yerlar Kanka tumanında Said Atapirimizde yani alçılanı piri degan yani bu Kamanat Dağı'nda bir hata atkan bir avliya yani bu pir Said Atapirimizin avqıladığın mellekilleri var. Hazretimiz geladidan özünü doğruğa yerine namını veren hem Aslan da qiladi. Aslında bu yerler bana bir tursiz Astana qishlog'i, Astana mahallasi, Astana bobo qabristoni yoki bo'lmasa Astana bobo ziyoratgohi deb xalq og'zida eng mashhurlikda shu Astana bobo deyiladi. Aslında Shayx Muxtar Vali faqat tug'ilishini nomi bilan shu kelib qo'nim topgandan keyin shu nomni Aston deb qo'ygan. Sho'ra galadadan dehqonchilik bilan savdogarchilik bilan kun kechirgandan keyin Said Atapirimizga xabar boradi. Hazrat, siz neringizda bir kishi chodir qurib şurada bir makam tutup desa, bu kişiler çapar yaradı. Yani bizde kanda elçi yaradı. Yani yerimde makam tutmasın, yani yerimde melek kılmasın da çıkışlarını aytardı. Lekin bular din yolunda hizmet kılışıkta Allah Teala bu kişiye bir ayan bulaşıp şurada bir açlıkında yani bu kişiye atkandan keyin yani ayan kılgandan keyin bular çıkmaydı. Çünkü çıkmandan keyin o kişiye aytardı, hayran buladı. Bize adam aytardı ki bir insandan Nechikligini bilsang, o'qirishligimda yoki oldilarda qilishligimda, masalan, yo'ldosh qilishligimda, u insonning nechikligini bilsa bo'ladi.